10. Bilim ve idrak parasatning fazilati foydasi aytiladi. Tilikim söz idi. Ey bilimlik dana! Parasat, bilim haqida özüm so'zlagayman. Parasat qorong'u tundagi mash'alga o'xshaydi. Bilim yo'riqlik bo'lib seni yo'rtidi. Kishi parasat bilan o'rlab, bilim bilan yuksaladi. Bu ikkisi bilan qadr qimmat topadi. Buningga ishonmasang, Noshirvonga qara. U jahonni parasat ko'zi bilan yo'ritdi. To'g'ri qonun yurgizdi, xalqi beyidi. Yaxshi davroni bilan nomini yaxshi qildi. Bilimlikning mundaq bir so'zi yodimga keldi. Bilimlik davzixi bo'lsa, davzaxtin yiroqlashidi. Kichik o'g'lonni ku idrakqa yetib yeshiga to'lmig'icha qalam yurgizmaydi. Ko'ginki idraklik kishilar qerisi ozidu, idrak ketdi deb qalamni to'xtatadi. Agar talva kishini urib o'ltirsa, uningga o'lim yo'q. Zahmat yetkazilmaydi. Nimishqa desang, u idraksizdir. İdraksiz kishilarning hech nimada hassisi bo'lmaydi. Qadr qimmat idrak uchundir. Aql idraksiz kishi bir o'chim loydir. Sapsilib qarasang, bu so'z yaxshi aytilgan. Aql idraksiz, bilimsizlar o'zini yuksaltirmaydi. Nazar solsang, barcha kishi kiyim kiydi. İdraklik, bilimliklar kiyim bilan emas, asli bilan qadrlikdir. İdraklik kishi esil bo'laman desa bo'lalaydi. Bilimi bo'lgan baglik qilsimi qilalaydi. Kimda aql idrak bo'lsa, u esil inson bo'ladi. Kimda bilim bo'lsa, u baglikka erishalaydi. Bo'z yer ustida inson bolasi qo'l ko'tardi. Hammani bilim bilan barpo qildi. Kishi aql idrak bilan esil otiladi. Bagla ishini bilim bilan yurgizadi. Tuman ming xil fazilatlar, ko'p madhilangan ishlar aql idrak bilan qilinganlik uchun maqtalgandir. İdrak ozligini oz dema. Uning foydasi ko'pdir. Bilim ozligini oz dema. U uchun qimmatlikdir. Dana so'zlagan munu 4 narsaning ozligini oz deb sanama. Bu so'zni zihning bilan angla. Bu 4ning biri o't, biri yovdur. Üçüncüsü tiriklikning kushandisi bo'lgan kasaldir. Bulardan oxirgi biri bilimdir. Bu 4 narsani salchaqlama, qimmati yuksakdir. Bulardan har birining foydasimi, ziyni ko'p. Ba'zisi berimdek, ba'zisi ilmdek zarur. Bilim go'yo kimyodirki, butun narsani atrofiga yig'adi. U idrak o'rdisi. Hamma narsa uningga jamlanadi. İhbar va bilim bir-biriga o'xshash narsalardir. Uni o'zingda yoshirib saqlashga bo'lmaydi. Sen ihbarni yoshirsang, uning hidi bilinib qoladi. Bilimni yoshirsang, tiling oshkora qiladi. Bilim bir boyliqdirki, u zodi kambag'allashmaydi. O'g'ri hiylagarlarni o'g'irlab ololmaydi. Bilim va idrak kishi uchun kishandir. Kishanlik kishi yaramaz ishlarga yaqin borolmaydi. Kishi yaxshi ko'radigan etini kishallab tutadi. Minishlik etini bo'lsa, ko'zitib saqlaydi. Kishanlik qochanmaydi. Xolivining yuradi. Tushaklik yiroqlashmaydi, xoligan yeringda turadi. Aql idrak sana yaxshi va ishonchlik adashdir. Bilim naiti mehribon qarindoshdir. Bilim sizga bilgini va qiliqi dushmandir. Boshqasi bo'lmagandimi,
bu ikki jidal yetarlikdir. Buningga taqlidan turkcha tamsil esimga keldi. Buni sen o'qig'in, as yodingda tut. İdraklik kishi uchun idrakning o'zi chin do'stdir. Bilimsiz kishiga nomili yetarlik haqoratdir. Bilimlikka bilimi yetarlik kiyim-kechak, yemak-ichmakdir. Bilimsizga o'z qilmishi yovuz qo'ldashdir. Ey idraklik yaxshi odam, g'azabni o'zingdan yiroqlashtir. Bilimlik bag, qahrlanma, nomingni yaxshi qil. Bu ikkisi bilan ishqa oldirab yiqillashma. Agar yiqillashsang, ömrüngni zoyi qilasan. G'azab bilan qilingan ish doim pushaymonlik bo'ladi. Kishi qahrlansa, ishda odishidir. Kishi egri besiq, salmoq mijozlik bo'lishi kerak. Bag vazmin bo'lsa, kunlari yo'riq bo'ladi. Muloyim ham xushbeil bo'lish kerak. Aql idraklik ham bilimlik bo'lish kerak. Kishini yaxshi tanlash uchun idraklik bo'lish kerak. Ishni yaxshi puttirish uchun bilimlik bo'lish kerak. Yaramsiz yaramliqni aniq ko'zitib, keraklik keraksizni haqiqiy surishtirib, o'zi ayirib, tanlab farqlantira olsa, hammali ishda ko'zini o'tkir qilsa, ondan ishlar mukammal ham pishiq bo'ladi. Chunki bilimlik kishilar oshni pishiq yeydi. Bu xil kishilar tilikiga yetadi. Ikkili dunyoda ishi o'ngishliq bo'ladi. Qahrlanish bilan g'azab odam uchun yovuz narsa. Bu ikkisi bilan vujud davomliq aziyat chekadi. Bilimlik dono nima deganligini angla. Bu so'zga amal qil, ey mangzi qizil kishi. İnsan qahrlik bo'lsa, aqldan ozadi. Agar g'azab kelsa, farosatdan mahrum qiladi. Qahrlanish kishi uchun yovuzdir. U bilimni yo'qotadi. Oliyjanob kishilarmi qahrlansa qo'pollik qiladi. Bilimlik kishi nima deydi? Angla. Bilimlikning so'zi haqiqatan so'yimlik jonga o'xshashdir. Qara, bu bir qancha narsa kishi uchun yovuzdir. İnsan uningga o'ginib qolsa, vujudi bulg'unadi. Bulardan biri yolg'on so'zlash. Uningdan keyingisi so'zida turmaslik. Uchinchi biri ichimlikka berilish. Bundaq odam shubhisizki tamoman behuda yashaydi. Odam uchun yana biri johil qiliqdir. Johil mijozlik odamga xushallik bo'lmaydi. Yaramaz odatning yana biri pastkash qiliqdir. Bundaq odam kishilarning o'yiga so'riqchilik saladi. Yana biri tili yomon, qahri g'azablik bo'lish. Bundaqlar eg'iz ichib so'ksa kishini azoblaydi. Bu bir qancha narsa bir odamda yig'ilsa, undaqlardan muqaddas baxt tezib yiroqlashadi. Falak ona baxmaydi. Beshi gangirab qoladi. Shuning bilan billa xuy paylimi ayniydi. Yur, ey yaxshi kishi, yaxshilik qil. Yaxshi kishining ishi doim o'ngishliq bo'ladi. Amdi sinoqlar orqali yuksilib, al ishini boshqurgan xushbeil kishining nima deganligini angla. Yaxshilik necha yillar yashasimi qerimaydi. Yomonlikni qancha parvish qilsimi tuzalmaydi. Yomonning yeshi qisqa, u pushaymon bilan qayriydi. Yaxshilikning umri uzun, u pushaymonsiz yuridi. Yaxshi har kuni yangi tilikini topadi. Yomonning g'ami kunda minglab oshidi.
İrpon elektron şirketi turlik lug'atlarni chiqarib til boyligingizni oshiribla qolmay, bu xil asarlar bilan odam bo'lishning epini o'gitib, dil boyligingizni ovundirmoqchi.